bizni bek yaratam. Jide bum babam ne bilem. Tahir, Qadir, Rahmatullah, Gafiyatullah, Haydar, Talg'at, Shavkat. Arasında babam Rahmatullah, Haydar, Gafiyatullah Beyik Vatan soğuşunda qatnaşqan. U 1941 yılının soğuşqa alana u kishi polkda xizmat etdi. Bek ko'p yaralardan 1942 yılının 1 avgustunda vafot bo'ldi. Haydar babam Murum ülkəsinin Balıkçıyan Muntravında jillangan. Atiyem Rifqat Chistay rayonunun Gadilsha avlunda tug'an. Chistay Tatarstan Respublikasining o'zagida Qomning suvlarida o'rnashgan. Chistay bek birinchi shahar. Chistay shahrida ataqli shoir Boris Pasternak muzeyi ishlaydi. Chistay muzeyida ag'ochdan ishlanilgan velosiped bor. Bunday texnikani siz bilan bir qo'lda ko'ra olmaysiz. Chistay shahrida ishlanilgan sayohatlar butun dunyoga tanilgan. Chistay shahri bilan tanishasiz kelsa, bizga rahim etingiz. Qonaqqa kelingiz. Jining eng motor yerida Tatarstonda turaman. Malaylar ham qizlar sizni qonaqqa chaqiraman. Yertir biz sizni o'tirtib ya kamazga ya atqa oshiqsangiz o'zimizda yasalgan samolyotga. Sizni o'zimiz o'stirgan ipi bilan silarmiz. Motor etib to'qajali shivirlarin zilarmiz. Ne dilaysiz barda bo'lar. Ko'ynakda o'zimizda kerak ekan qitibida kelajak o'zimizga. Bizning yoqning ko'zida bor. Qishi, yozi, jayida bizda ekan qirlarida dengiz bo'lib jayila. Tog'dan da buyuk uylar, oshliq kishilarida chunki ishchan tirish bizning yoqning kishilarida. Bizning tundirishda, junglinda, dalasida tabarmiz. Agar toyga kerak bo'lsa, onasinda qarormiz. Bizning yoqda quyosh ham zamzangir tishli ko'k. Gumimam bizda bek motor, naqsizdagi tishli uk. Tag'in nima bizga kelyach, o'zingizda ko'rasiz. Bizda idil bularında bo'lmas sizga ko'ngilsiz. Bizning yoqlarni ko'rsangiz, shisha qator edingiz. Do'stlar